Rahmat. Sog' bo'ling. Vachacha. 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 Biz bu pullarni vatanimizga jo'natamiz. Qolgani bilan nima ishimiz bor? Bu pullar bilan vatanimiz rivojlanadi. Biz vatanimizni sevamiz. Yashasin bizning vatan. Bular tushunmay o'ylashyapti shekilli. Men hammasini eshitdim. To'g'ri, men millatchi emasman, lekin men ham vatanimni sevaman. Ularga beradigan pulim yo'q. Men tushunmayman. Nahotki bizda o'zimizni brendga ega bo'lgan bir bo'yoqlar bo'lmasa? Bor. DecoArt dunyoning eng sifatli xomashyolardan eng ilg'or texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Sifati eng yuqori talablarga javob beradi. Aqlli odam bir marta pul sarflaydi, keyin mazza qilib yashaydi. DecoArt bo'yoqlarini ishlating, mazza qilib yashang. DecoArt bu siz kutgan milliy brend. Pulingiz o'zingizda qoladi. Ajoyib. Men kutgandim. O'zingizni ham jamolingizni ko'rsating axir. Vajabo. Ismingiz nima asal? DecoArt. DecoArt? Bunday chiroyli ismni eshitmagan ekanman. Bitta bering. Yaxshi 7 qilib bering. Ha. Uyim sizga o'xshab chiroyli bo'lishini istayman.